Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs silsila darslaridan birodarlar, nafsni poklash darslaridan ishonch martabasini o'qiyotgan edik. Bugun 4-darsimiz. Yaqin, ishonch 3 xil bo'ladi. Xabar ishonchi, dalil ishonchi va mushohada ishonchi. Bu narsani bir misol bilan tushunishimiz oson bo'ladi. Ro'parangizda bir baland devor turibdi. Siz ishongan, rozgo deb bilgan bir odam aytayapti. Shu devorning orqasida olov yonyapti, o't yonyapti. Ishonchli odam. Sizda xabar ishonchi bor. Ishonchli odam xabar berdi. Xabar ishonchi. Ozginadan keyin devorning orqa tomonidan tutun ko'rinib qoldi. Bu endi sizda dalil bor yonayotganligiga. Bu dalil ishonchi. Uchinchisi, devorning ortiga aylanib o'tganingizdan keyin qarasangiz, haqiqatan fe'lan o't yonyapti, olov yonyapti. Mana endi sizda mushohada dalili bor. Mushohada ishonchi bor. İnsanlarning mana shu shariatimizda aytilgan narsalarga bo'lgan dalillari birodarlar mana shu 3 tadan bittasi bo'ladi. Ishonchli odam aytgan so'zni qabul qiladi. Ikkinchisi nima qiladi? Dalilini ko'radi. Yana bitta ishonch, uchinchisi ko'radi. Shu voqelikni o'zini. Mana endi ishonchning 3 ta turi. Xabar ishonchi, dalil ishonchi, mushohada ishonchi. Uchalasidan bittasi bizda. Bizni shariatimizda aytilgan narsalarga bo'lgan ishonchimiz, e'tiqodimiz, yaqinimiz 3ovdan bittasi. Birinchisi xabar, ikkinchisi dalil, uchinchisi mushohada. Xabar ishonch. Xabar bergan odamning so'ziga ishonishing va u bilan qalbingni sokin xotirjam bo'lishligi bu xabar ishonchi deyiladi. Ya'ni shu xabarni senga aytgan odam ishonchli odam, uni so'ziga ishonasan, tasdiqlaysan. Endi senga shu xabarda aytayotgan Alloh taoloning o'zi bo'lsa-chi? Bu xabarni aytayotgan Muhammad alayhisalomning o'zi bo'lsa-chi? Bu xabarda aytayotgan Allohning kalomi Qur'on bo'lsa-chi? Mana shu narsaga Allohning so'zi, payg'ambarning so'zi orqali kelgan narsani qabul qilishlik bu xabar ishonchi deyiladi. Alloh shunday debdimi? Payg'ambar shunday debdimi? Tamom. Mo'min uchun shu narsa kifoya qiladi. Mahkam ushlaydi, amal qiladi. Kim ko'rib kelibdi endi o'lim, do'zaxni, jannatni? Kim o'lib tirilibdi? Bor shunaqa narsalar bo'lar edi. Kim ko'ribdi jannat, do'zax? Bitamta odam bormi? Biz Muhammad alayhisalom olib kelgan xabarmi? Muhammad alayhisalom ishonchli zotmi? Tamom qabul qilamiz. Albatta bu xabarni olib kelgan Muhammad alayhisalomning so'zlari, buyruqlari. Bularni hikmatini bilishlikka inson urinishi mumkin. Ya'ni shariatda aytilgan buyruqlar bor, qaytarg'ilar bor. Albatta bu narsalarning hikmatini bilishga kirishlik man qilinmagan. Hikmatini tushunsangiz, o'zingiz o'rgansangiz, boshqalarga ham o'rgatasiz. Ammo hikmatini tushunmasa ham, tagiga yeta olmasa ham, Allohdan va payg'ambardan keldimi bu xabar, shuni o'zi mo'min uchun kifoya qiladi. Birinchisi xabar ishonchi. Ikkinchisi dalil ishonchi. Xabar keldi, endi u xabarni quvvatlaydigan dalillar ham bor. Riboda olgan, riboga sudxo'rlikka qo'lini urgan odam Allohga qarshi qilich ko'targan bo'ladi, 2 dunyoda xor bo'ladi degan xabar keldi. Endi dalilini ko'rdik. Haqiqatan shu ishga kirishgan odam xor bo'ldi. Xabar keldi, dalili bor. Astagfirullah. Innani anallohu la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solata li zikri. Dar haqiqat deydi Alloh taolo. Men Allohdirman. Hech qanday iloh yo'q. Faqat men bordirman. Bas sen mengagina ibodat qil va meni zikr qilish uchun namozni to'kis ado qil. Boshqa oyatda innani anallohu la ilaha illa ana fa'budni. Dar haqiqat men Allohdirman. Hech qanday iloh yo'q. Faqat men bordirman. Bas mengagina ibodat qil.
Demak, bir qancha boshqa oyatlarda ham, boshqa bir necha oyatlarda ham Alloh taolo o'zini yakka iloh ekanligi va yolg'iz o'ziga ibodat qilishimiz kerakligini xabarini berdi. Yana astagfirullah qul inzuru maza fis samawati val ard va ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Xabar keldi, qabul qildik, tamom. Endi kimgadir xabar kelgandan keyin qabul qilmasa, dalili ham aytiladi. Ey Muhammad alayhisalom, Makka mushriklariga ayting, osmonlar va yerdagi narsalarni kuzatinglar. Ya'ni bu borliqni kuzatsanglar, hammasini yaratgan zot bitta ekanligi dalolat qiladigan shu narsaga dalolat qiladigan oyatlar to'lib yotibdi. Iymon keltirmaydigan qavm uchun hech qanday oyat, mo'jizalar va qo'rqituvchilar foyda bermas. Eshitdik, qabul qildik, ishonch. Eshitdik, qabul qildik, orqasidan dalili keldi. Bu dalil ishonchi. Alloh o'zini borligiga dalolat qiladigan oyatlarni siz bilan bizga birodarlar berib qo'ygan. O'zini komilligiga, qudratiga dalolat qiladigan oyatlar. Demak, oldimizda xabariy va daliliy ishonch paydo bo'ldi. Uchinchisi nima edi? Uchinchisi mukoshafa dalili. Mukoshafa ishonchi. Misolni takrorlaymiz. Oldingizda devor turibdi. Bir odam aytayapti, devorda ortida o't yonyapti. Bu xabar. Keyin tutunni ko'rdingiz. Bu dalil. Endi devorda aylanib o'tdingiz. Endi bu mukoshafa. Ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Iymonni ba'zi shartlariga ularni tasdiqlash bilan iymon keltiriladi. Biz tutunni borib ko'rdik, olovni ko'rdik. Ko'zimiz bilan ko'rib ishondik. Endi iymon siz bilan bizdan talab qiladigan shunday narsalar borki, ko'ra olmaymiz ularni. Masalan, jannat, do'zax, maloikalar, jinlar, qiyomat, sirot, tarozi. Bu narsalarni ko'rishning iloji yo'q. Endi bularni ko'rmasak ham, aqlimiz olmasa ham, aqlimiz yetmasa ham tasdiqlashligimiz kerak. Mana shu narsa iymon bo'ladi. Qabrda yotgan odamning oldiga munkar nakir farishtasi kiradi, o'tkazib qo'yadi, savol so'raydi, gurzi bilan uradi deyapti. Bu dunyodagi aqllarimiz bilan, bu tasavvurlarimiz bilan bu maydonga kiradigan bo'lsak, qabul qilmaydi aql. Gurzisini ko'tarsa tegib qolmaydimi? U yotadigan joy tor bo'ladi-yu. Endi bu yerga aql ishlatilmaydi. Bu yerga payg'ambar aytdimi, Alloh aytdimi, shunday qabul qilaveradi. Mo'minni mo'minmasdan farqi ham shunda-da. Ko'rmasa ham, aqli olmasa ham payg'ambar aytdimi, qabul qilaveradi. Agar mo'min kishi mana shu mukoshafa yaqini, shuhudi yaqin darajasiga ko'tarilsa, unga berilgan xabarni u xuddi ko'zi bilan ko'rgandek qabul qiladi. Qaytarib aytaman. Mana shu ishonchning 3-turiga yetib kelgan, shu darajasiga ko'tarilgan mo'min unga xabar berilgan, xabar qilingan narsalarni xuddi ko'zi bilan ko'rgandek tasdiqlab ishonadi. Masalan, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: agar meni oldimda osmon shunday yorilib, bir tomonida jannatiylarni, jannatda ne'matlanayotganligini ko'rsatilsa, ikkinchi tomonda do'zaxiylarni do'zaxda azoblanayotganligi ko'rsatilsa, meni iymonimga hech narsa ziyoda bo'lmaydi deydi. Chunki Muhammad alayhisalom olib kelgan xabarga shu darajada ishonadiki, shunday qabul qilganki, ko'rgandek ishonadi. Ma'qulmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zayd roziyallohu anhu ga: "Ey Zayd, qanday tong ottirding?" dedilar. Zayd go'yo Robbimning arshini ko'rib turgandek, jannatiylarni ne'matlanayotganini ko'rib turgandek, do'zaxiylarini azobdan baqirayotganlarini eshitib turgandek tong ottirdim. Ya'ni shu darajaga yetdi. Payg'ambarimiz nima dedilar? "Ey Zayd, bildingmi? Endi shuni o'zingga lozim tut" dedilar. Demak, Zayd roziyallohu anhu ning iymoni biz aytayotgan martabatu shuhud maqomiga yetdi. Rasulullohdan eshitgan xabarni
ko'zi bilan ko'rgandek tasdiqlab ishonadi. Ayrimlar aytadi, jannatni ham, do'zaxni ham ko'rdim deydi. Qanday qilib ko'rishim mumkin desa, aytadiki, jannatni ham, do'zaxni ham men Rasulullohning ko'zlari bilan ko'rdim deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana Me'roj kechasida, Isro va Me'roj voqeasida tong otganda Makka ga qaytib keldilarda, Qurayshga Baytul Maqdisga borib kelganligini aytdilar. Hech kim ishonmadi. Bitta Abu Bakr Siddiq kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, siz bugun kechasi Baytul Maqdisga borib keldingizmi?" "Ha" dedi. "Sodaqta" dedi. "Rost aytdingiz" dedi. Tushundingizmi? Muhammad alayhisalomga shu darajada iymon keltirgan, shunday ishonadiki, Rasululloh aytdimi, tamom, demak shunday ekan. Bu biz aytayotgan ishonchning 3-darajasi edi. Bu Siddiq roziyallohu anhuning ishonchi edi. Siz bilan biz jannat va do'zax haqidagi xabarlarni shunday qabul qildik, iymon keltirdik. Ular haqidagi bizning ishonchimiz shuhudiy ishonch bo'la olmaydi, chunki ko'rmaymiz-da. Ammo Muhammad alayhisalomniki shuhudiy bo'lgan. Chunki u kishi Me'roj kechasida jannatni ham, do'zaxni ham nima qilganlar? Ko'zi bilan ko'rganlar. Shuning uchun Rasululloh jannat va do'zaxni ko'rib kelib aytib berayotgan paytda sahobalarga bu narsani ta'siri qanaqa bo'ladi? Bir misol. Bir odam falon mamlakatga borib keldi. Borib kelib ko'rgan narsalarini o'zini do'stlariga aytib beryapti. Do'stlari albatta bundan ta'sirlanadi. Bu birinchi variant. Ikkinchi variantchi. Kitoblardan o'qib xabar beryapti. Ko'rib kelmadi, lekin kitoblarni nima qilyapti? O'qib aytib beryapti. Buni ta'siri boshqacharoq bo'ladi. Demak, ko'rib kelib xabar bersa, bu xabarda ta'siri bir xil bo'ladi. O'qib, o'rganib turib aytib bersa, buni ham ta'siri boshqacha bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo ikrom ko'rsatdi-da, g'ayb narsalarini aynul yaqin qilib ko'rsatib qo'ydi. Ilmul yaqin rukunlari. Ilmul yaqin rukunlari. Zohir bo'lib ko'rinib turgan haqni qabul qilish, ko'zdan g'oyib bo'lgan narsani qabul qilish, ko'zga ko'rinmaydigan narsalarni va haq bilan qoyim bo'lgan narsa ustida to'xtashlik. Bu nima degani? Alloh tomonidan siz bilan bizga shariat keldi. Buyruq va qaytarg'ilar. Bularning hammasi Muhammad alayhisolamning tilidan zohir bo'ldi. Biz mo'min sifatida bularni ishonch bilan qabul qilishimiz kerak. Buyrug'i bor, qaytarig'i bor, sunnat bor, makruh bor, harom bor. Bularni barini payg'ambarimiz xabarini berdilar. Endi Rasululloh shariatni olib keldilar, 1 va Rasululloh g'ayb haqida xabarni olib keldilar, 2. Rasululloh aytayaptilarmi? Ikkilanmasdan qabul qilishimiz kerak. G'aybga bo'lgan iymon, jannat, do'zax, sirot va mezon, hisob, noma'lum amallarning qo'limizga tegishi, qiyomat kungi dahshatlar, yulduzlarning to'kilishi, dengizlarning qaynab qurib ketishi, bu manzaralar. Buni biz xabarini eshitdik, qabul qildik. Uni dalili yoki shuhudi yo'q. Bizni mo'minlarni kofirlardan farqimiz ham shunda. Rasululloh aytgan uchun qabul qilamiz. Mana shu ishonch yaqinning samaralaridan. Agar siz Rasululloh olib kelgan xabarlarni ikkilanmasdan qabul qilsangiz, sizga Qur'onning unsi yetadi. Qur'oni Karimning unsi yetadi. Nima u? Qur'onni eshitganingizda qalbingiz orom oladi. Qalbingiz taskin topadi. Qur'onni eshitib turib qalbingiz taskin topayotganligi sizning ishonchingizni o'rnida ekanligini dalili. Birodarlar, siz bilan biz Qur'onni yaxshi ko'rib eshitsak, shunaqa odamlar bor oramizda. Qur'onni eshitishni xohlamaydi. O'chir deydi, o'chir, bitta muzika qo'y deydi. Demak, ishonchi yo'qda buni. Nimaga ishonchi yo'q? Qur'on Allohning kalomi ekanligiga ishonchi yo'q.
Xulosa birodarlar. Allohning g'azabi hisobidan odamlarni rozi qilishlik ishonchning zaifligidan bo'ladi. Allohdan kelgan yaxshilikni bandalarga nisbat qilishliging ishonchning zaifligidan bo'ladi. Alloh farzandingga shifo berib turibdi. Shifo Allohdan, alhamdulillah deyishning o'rniga meni bolamni monovi doktor tuzatib qo'ydi deyishing, bu ham ishonchning zaifligidan bo'ladi. Ha, shu odam sabab bo'ldi. Sen nima deyishing kerak edi? Alhamdulillah, Alloh farzandimga shifo berdi. Monovi doktor nima bo'ldi? Sabab bo'ldi. Mana shu komil yo'l edi. Endi ishonchning zaifligi. Buni ham belgilari bor. Alloh senga bir narsani bermadi. Endi o'sha narsaga yeta olmaganligi uchun odamlarni yomonlayotganliging, ulardan norozi bo'layotganliging, ularga baqir-chaqir qilayotganing ishonchingning zaifligini belgisi. Bu bo'ldi bir ish. Yeta olmadingiz, ayting, demak Alloh shunday bo'lishini taqdir qilgan ekan. Mana shu ishonchning zaifligiga belgi ekan nima? Qo'lingga kelmagan narsaga odamlarni aybdor deb, odamlarni nima qilishing, yomon ko'rishing. Biroq senga o'sha narsani bermadimi? Demak Alloh unga shunga yo'l bermadi-da. Agar sen la ilaha illallohga iymoning komil bo'lsa, birodar, bilginki, shu ishga Alloh taolo u odamni muvaffaq qilmadi. Demak, meni bugun qo'limda nima ekan? Shuning uchun Alloh bir narsani bermagan bo'lsa senga, sen xohlayotgan narsani, odamlarni yomon ko'rma. Agar Alloh xolasa-chi, o'sha odamlar bermayman desa ham Alloh bir yo'l bilan nima qiladi? Yetkazib qo'yadi. Allohni g'azablantirib, odamlarni rozi qilishing, Allohning fazli uchun boshqalarni maqtashing, Alloh senga bermagan narsa uchun odamlarni yomon ko'rishing, bularning bari ishonchning zaifligidan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Allohning g'azabi bilan birovni rozi qilma. Allohning fazli uchun birovni maqtama. Senga ato qilmagan narsa uchun birovni yomonlama. Harisning harisligi senga Allohning rizqini boshlab kelmaydi. Yomon ko'ruvchining yomon ko'rishi uni sendan qaytarib ketmaydi. Albatta Alloh o'zining adolati bilan xursandchilik va rohatni rozilik va ishonchga bog'lab qo'ydi. Albatta Alloh o'zining adolati bilan xursandchilik va rohatni rozilik va ishonchga joylab qo'ydi. Rozi bo'ling, ishonchingiz mustahkam bo'lsin, siz hayotda xursand bo'lasiz, rohatda yashaysiz. G'am qayg'uni esa norozilikka joylab qo'ydi. G'am qayg'u kimda bo'ladi? Ishonchi zaif bo'lgan, kuniga norozi bo'lgan odamda. G'am qayg'ularni, tashvish xavotirlarni hammasini ildizi bitta. Allohga bo'lgan ishonchni zaifligi, Allohning taqdiriga norozilik. Ana shu narsalardan qutulishning yagona yo'li esa ishonch va rozilik. Agar Allohning va'dasiga ishonsang, taqdirga rozi bo'lsang, sen baxtli insonsan. Endi qayoqqa borasan rozi bo'lmay? Bu bo'ldi-da, to'g'rimi? Qayoqqa borasan? Bu bo'ldi. Rozi bo'lsang baxtlisan, norozi bo'lsang baxtsizsan. Hozir bir inson o'zini sog'ligini, tanasini, jasadini sog'ligini qaysi darajada ekanligini bilmoqchi bo'lsa, buni yo'llari ko'p. Analiz topshiradi, uziga boradi, qon topshiradi, xullas bilasizlar. Xullas jasadingizdagi holatni tabiblar aniqlab berishadi. Ammo iymoningni, ishonchingni ham shunday tekshirib beradigan jihoz bormi yoki analiz? Yo'q, tabiblarda yo'q. Lekin Allohning oyatlari bilan, Payg'ambar alayhisolamning hadislari bilan mana shu ishonchingni tekshirib olishing mumkin. Rasululloh aytdilar: Allohning g'azabi bilan birovni rozi qilma, Allohning fazli uchun birovni maqtama. Alloh azza va jalla Tavba surasida shunday deydi: Ey Muhammad alayhisalom, ayting, agar ota-onalaringiz, bolalaringiz, aka-ukalaringiz,
juftlaringiz, qarindosh urug'laringiz, kasb qilib topgan mol dunyolaringiz, kasod bo'lib qolishdan qo'rqayotgan tijoratlaringiz hamda sizlar yaxshi ko'radigan uy-joylaringiz bizni o'rab turgan narsa, biz intilayotgan narsalar, mana shularning hammasi Allohdan, uning payg'ambaridan, uning yo'lida jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda to Alloh o'z amrini, ya'ni azobini keltirgunicha kutib turaveringlar. Alloh itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Mana shu sanalgan narsalarda hammasi Allohdan ko'ra sizlarga sevimliroq bo'ladigan bo'lsa, Allohning balosini, jazosini kutaveringlar. Dunyoni boyligi, hashamatli uying, keng hovling, ekinzoring, ko'chmas mulking, agar mana shularni hammasini Allohning muhabbatidan, Allohning ibodatidan afzal bo'ladigan bo'lsang, harom aralashgan tijoratingni Allohning roziligidan ustun deb bo'ladigan bo'lsang, bu dunyoni tijorati, matohi sen uchun Alloh va payg'ambaridan mahbubroq bo'ladigan bo'lsa, u holda to Alloh o'z amrini, ya'ni azobini keltirgunicha kutib turinglar. Alloh itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Alloh subhanahu va taolo ishonchi, yaqini mustahkam bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga shubhasiz iymon keltirib, kunidan rozi bo'lib, taqdiriga rozi bo'lib, shukr keltiradigan bandalar bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.